Masalan, bir joyda ishlab tam $500 topayotgan bo'lsa, men aytamanki, mana bu ishni qil, $1000, $2000 topasan. Qarz olgan odam qarzni o'z vaqtida qaytara olmasa, u xijolat bo'ladi. 100 so'm so'rasa, 10 so'm, 20 so'm hadya qilish kerak, tema yopiladi. Kimdir menga o'xshab 1 yil ishlab $10,000 topmadi-da, 1 yil o'ynab yurdi. O'zi biznesni endi oyoqqa turg'izdi, endi yurg'izdi. U shuni ham yarmini kredit olgan. Yoki kimdir sartaroshxona ochsa, borib turib meni bepul olib qo'y deb aytadi. Demak, savolni to'g'ri tushungan bo'lsam, biznesmen odam ko'pchilik qarz so'rab kelganda, qarindoshlar, yaqinlar so'rab kelganda hammaga berish kerakmi? Yoki hammaga bersa o'zida qolmaydi-ku baribir. Buni bir bersa beraveradi-yu. Xuddi shunaqa savolda, to'g'rimi? O'zi men qandoq qilaman? Haqiqatan ham biznesim bor, yaxshi pul topaman. Ko'pchilik qarz so'raydi. Bu norma, normalniy holat. Ya'ni kimlar? Qarindoshlar, do'stlar, tanishlar, hatto bizni tanigan begona insonlar ham qarz so'raydi. Qarz so'raganda bir qancha holatlarga buni bo'lib chiqamiz. Kimdir yangi ish ochish uchun so'raydi, kimdir mashina olish uchun so'raydi, kimdir uy olish uchun so'raydi, yana kimdir qanaqangidir g'oyasini amalga oshirish uchun so'raydi-da. Albatta bu narsalarni sortirovka qilib turib, eng muhimiga berishga harakat qilamiz. Muhimi nima degani? Muhimi, kimdir kasal bo'lsa, kimgadir operatsiyaga zaril pul kerak bo'lib qolsa, o'sha pulni berishimiz mumkin. Shunda ham imkoniyatimizga qarab o'sha pulni 100% yoki o'sha pulni 10-20% ni beramiz. Qolgan holatlarda prosta g'oyasi bo'lsa yoki uy, mashina boshqa olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, pul bermayman deyman, men aytaman, "Men qara, mana bundoq qilsang yig'iladi" deb turib ularga ish berishga harakat qilaman. Masalan, bir joyda ishlab tam $500 topayotgan bo'lsa, men aytamanki, mana bu ishni qil, $1000, $2000 topasan. Va shuni orqasidan 6 oyda, 1 yilda uy olib olishing mumkin deb tushuntiraman. Sababi qarang Mirkomil, bitta narsa bor-da. Insonlarga siz baliq berganingizda, baliq tugasa yana qorni och chiqadi-da. Bu yerda siz iminni qarmoq bersangiz, u inson bir umr o'sha qarmoqni ishlatib foydalanadi. Endi qarzga keladigan bo'lsak, odamlar qarz so'raganda siz bilan uni keyinchalik atnashinasi yomonlashib qolishi 99%. Sababi qarz olgan odam qarzni o'z vaqtida qaytara olmasa, u xijolat bo'ladi. Ichi siqiladi, ko'ngli og'riydi uni. Har safar sizni ko'rganda qiynaladi. Siz bo'lsa uni ko'rganda qiynalasiz. Meni ko'rib xijolat bo'lyapti, olgan qarzini bera olmayapti deysiz. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun bu yerda win-win harakat qilish kerak qarz bermaslikka. Harakat qilish kerak boshqa odamni qarz qilib qo'ymaslikka. Qarz berish emas, undan ko'ra o'sha pulni bir qismini hadya sifatida berish kerak. 100 so'm so'rasa 10 so'm, 20 so'm hadya qilish kerak, tema yopiladi. Qarz berish temasida men ko'p berib ko'rganman. Hayotim davomida bir qancha odamlarga qarz berdim. 90% ni men qaytarib ola olmaganman. Oradan 1 yil o'tdi, 2 yil, 3 yil o'tdi. 1, 2, 3, 4, 5, 10 marta so'radim. Oxir ola olmaganimdan keyin qo'l ko'tardim, o'sha insonning oldiga borib, "Menga qara, yomon san menga bormaylik, men shu puldan kechdim. Men shu puldan kechdim" deb aytganman. Ko'pchilik holatida. Sababi kechmasam o'zimni ko'nglim og'riydi. Kechmasam qiynalib yuraman. Bu ham unga yomon, ham menga yomon. Har safar ko'rganimda siqilaman, jahlim chiqadi. Chunki o'sha pulni 10 ming, 20 ming pulni topishimga meni umrim ketdi, vaqtim ketdi. Kimdir menga o'xshab 1 yil ishlab $10,000 topmadi-da, 1 yil o'ynab yurdi. Men 1 yil ishladim-da, o'sha $10,000 topib unga berdim. Ya'ni 1 yil umrimni berdim deganida bu. U bo'lsa o'sha pulni qadriga yetmasligi mumkin, boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, men qarz berishni to'g'ri deb bilmayman va harakat qilaman qarz bermaslikka. Qarz bersam, obdon zaril joyiga beraman. Shunda ham qarz emas, hadya qilishga harakat qilaman. Bizda iminni mana bizda Mirkomilbek, o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik atroflarida kim rivojlansa, o'ssa, o'sha odam ko'proq qarz so'raladi-da. Ya'ni uni o'solmay qoladi. Shunaqa davlatlarni bilaman men. Ularda
o'sayotgan insondan umuman qarz so'ralmaydi. Yo'q deydi, bu oyoqqa turib olish kerak deydi. Bu oyoqqa turib olsin, oyoqqa turib olsa keyin yordam bera oladi deydi. Bizdachi, bizni atrofimizda mentalitetimizda shunaqaki, o'zi biznesni endi oyoqqa turg'izdi, endi yurg'izdi. U shuni ham yarmini kredit olgan. Do'koni bor, boshqasi bor, rivojlanyapti-da, оборотda pul hali. O'shani ham kelib odamlar qo'ymaydi-da. Bir inson do'kon ochsa, produksiya pitaniya do'kon ochsa, ko'pchilik keladida, arzon qilib ber deydi-da, yarim narxida olib ketadiganlar bor. Yoki kimdir sartaroshxona ochsa, borib turib meni bepul olib qo'y deb aytadi. Qarindoshim-kusan, yaqinim-kusan deb aytadi. Endi o'ylab ko'raylik-da, o'sha sartaroshxonani ochgan inson ijara, svet, gaz, havo pul to'layapti. O'sha insonga borib bepul olib qo'y deyish qanchalik to'g'ri? Biz uni undoq desak, uni biznesini o'lishiga, tezroq bankrot bo'lishiga hissa qo'shamiz-ku. Yoki produktda pitaniya ochdingiz. Men borib turib arzon qilib ber, sen hammadan tushirib ber deb turaversam, siz uyalganingizdan 100 so'mlik olgan tovaringizni 100 so'mdan yoki 90 so'mdan sotsangiz, men hissa qo'shamanmi sizni bankrot bo'lishingizga? Men o'zim yordam beraman bankrot bo'lishingizga. Siz bankrot bo'lsangiz, sizga ham, menga ham yomon. Undan ko'ra siz kuchayib keting, boy badavlat bo'lib keting. Qancha boy bo'lsangiz, ertaga ehtimoli bor boshqalarga yordam berishingizni. Ehtimoli bor foydangiz tegishini. Xulosa qiladigan bo'lsak, kim oyoqqa turayotgan bo'lsa, kim rivojlanayotgan bo'lsa, qarz bermaslik kerak. Uni atrofidagilarga aytib qolardimki, iloji boricha unga teginmaslik kerak. Chunki u qolganlarga nisbatan risk qilib qarz olyapti, risk qilib kredit olyapti, risk qilib biznes qilyapti. Lutf unga yordam berish kerak. Tezroq oyoqqa turib olsin, atrofidagi qarindosh urug'ini, jiyanlarini tortadi u. O'shaning uchun qarz berishni men umuman oqlamayman. Bu videoni kimdir hozir ko'rib Mirkomil, bu boshqa ish ekan, bu boshqacha ekan deyish mumkin. Menga birov fikri qiziq emas. Menga umuman qiziq emas boshqa odamning fikri. Men to'g'ri gapni aytishni yaxshi ko'raman. To'g'ri gap o'sayotgan odamga teginmaslik kerak. O'ssin, boy badavlat bo'lsin. O'shanda hammaga foydasi tegadi. Joningiz omon bo'lsin.